Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinasi. Dərsimizni Mədinə Munəvvər Camiatul İslamiyyə İslam Universitetining Hədisshunoslik fakültetini bitirgan Peyğəmbər əleyhissalamның məscidi bolğan Məscidun Nəbəviydə 5 qiraatning Peyğəmbər əleyhissalamğa tutashqan sanadi bilan birga qiraat ilmida ilm tahsil qilgan bakalavri, mudarrislik qilish diplomlari va Saudiya hökumatining xalqarалық qarilik diplomini olgan davlatlik qiraat musobaqalariga qatnashib, 2-chi darajaga kirib, yuqori baho bilan xalqarалық musobaqalarga tanlangan, 25 yilga yaqin izchil o'qish va o'qitish bilan shug'ullanib, sog'lom islom aqidasiga ega nurg'un qari Qur'onlarni tarbiyalab yetishtirishga kuch qo'shib kelayotgan ixlosmand yuqori saviyalik va mo'l tajribalik ustozimiz sistemalik o'tidi. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yaxshi. Bala o'qila. Men boshlayamsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswasil khannas. خناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim deb cho'ng aslar yani. Rahim. Qul a'udhu birabbin nas. Qul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswasil khannas. Min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Anlattım ya. Okusla. Anlattım da. Bela anlattı. Auzu billahi mineşşeytanirracim. En çıkmadı cuma. A'udhu de. En çıkasla. Auzu billahi mineşşeytanirracim. A'udhu. Çıktı mı? A'udhu. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbin nas.
ملك يا رب الناس ناس الناس قل أعوذ برب الناس إله الناس ملك الناس قيب قالته ملك الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدود أصلا الذي يوسوس في صدور الناس قد تقصلها الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس ها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي قناس تسلم الناس الذي يوسوس في صدور الناس صوتي أما الصدود في صدور الناس من الجنة والناس. قد تقصل الذي يوسوسنا الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أشياء بيتي قد قصل جمع في صدور الناس في صدور أشتغلن ki vasıl sözmaydı ki Allah fi sudurin nas ne başlık bırak meşgulsa. Buldu. Hem de ikinci dersке Felak Sur Felak'ını baş meşgulayla. Sur Felak'ını karşıları okbakla. Sur Felak'ını bir okuslasıla. Sur Felak'ını okusla. Ben başlayayım size. Makula. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falak. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falak. Min falak. Min falak. Min şerril ma halak. Ve min şerri ma halak. Min şerri ma halak. Ma halak. Ma halak. Ma desem ma mes ma halak. Ma halak. Ma halak. Ma halak. Ve min şerri gasikin iza vakab. İza vakab. Ve min şerri nefasati fil uqad. Ve min şerri hasidin iza hasad. إذا حسد إن بقيت المقصلة Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. 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 قل أعوذ قل أعوذ برب الفلق من فلق من شر ما خلق ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب. إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد في العقد. في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد. حاسد. حاسد حاسد حاسد. إذا حسد. إذا حسد yaxshi mashallah. Şimdi oxupasla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق برب الفلق. خوش برب الفلق. برب الفلق. رب الفلق فلق. من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد Gasiqin qilib qoldi, gasiqin. Qarab o'qitamlar ya. Yok, ma ekrandan çıkmadı. Ben o üçe ketdik ya ekrandan. Çıkaramadım. Ertesi başlap Qur'on qarab o'qisak bo'ldi. Min sharri gasiqin. Min şerri gasiqin. Va min sharri gasiqin desizlar. Min şerri gasiqin iza vaqab. Ve min şerri nefasati fil uqd. عقد. في العقد عقد عقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. خوش عقد. Aşu muntuqaga yani aşını bir belik kılıp aş Kur'an kaylap durup pişirilip endiken çıksak oldu ki meğer. Olmasa ma vakitte çıkıp gidiken. Erden başlap çokum aşı Kur'an qarab bir tallalıqı qar qalam var, siyah qalam anda qalıqı. Ran qalam emas. Başta qalamdan beni dep basla. İnşallah. Aşağı belik uğrayıp şu an
Fil uqd. Uqudi emas, uqad. Uqd. Uqd. Ha. Uqad. Uqd. Ha. Ha. Aygın nimde okuyayım hem de. Ve min şerri hasidin. Min şerri hasidin iza hased. Mavsilde aşkar hatalık. Ve min şerri nefasat fil uqadin ne hata okuyup gel uqudi de. Uqad hata okuyup gel muşunu bir tüsle andaki surnasta yuvasvisu fi sudurin nasini aşını hata okuyup gel aşını bek meşk kısaca. Ha buldum abi. Şikayetini sor. 5-10 katım 20-30 katım olsun keçiçe. İnşallah. Emse emdi kim geldi iş gören okup oldu. Emdi siz bir okusla. İsmimizi okuş bulamay. Muhammed Selahattin'den. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim ده بحال شو أصل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفسات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد من قيتوك يا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق أجبر وقيا مدم يا بسم الله الرحمن الرحيم خطأ أخت من جمع بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في غاسق إذا وقب ومن شر يعني ومن شر النفاثات في العقد بهذا الفلان ومن شر حاسد إذا حسد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد Sizde asas mesele şu fil uqad bayrak mesele varken. Tamam. O sen şu kıyam fil uqad okuyumuz, nerede fil uqad kılımız, mocam ilqini milani öğrenimde koyarmamdı. Ecleşne. O fil uqad deyişimizde o ilqi eyin peş halette olan gün fil uqad. Kap zeberlik halette. Hem bazen de işte okulanda fil uqud bulup zeber haleti okulmaya kaldı. Fil uqud edip. Mehmet Sunacıma fil uqud edip okul kaldı. Şu hatalık eğirke. Hatalık deyimiz manada. Fil uqud. Usta muşu okuş usulünün bir ürünü varsak oldu. Nerede mesela kulağı mesela töpsüge onu koysa kulap okuldu, ağını koysa adap okuldu diyendek Hamza nimelerine. Onu günahında peş olsa, peş haleti olsa, peş koyulsa
u o'qildi, zabar bo'lsa, zabar tubida Şu zabar bo'lsa, müşelakı grammatik cihetki nimisini bir tüktürsek optan oldu asli. O bizde yok mu ya? inşallah bunu qilamiz. Hozir mau eng muhimi Qur'onni yaxshi o'qiydigan, tajvidga o'qiydigan bir o'rganib olsak, ketib o'qib ketgan o tez emas bu. Oldu. Ansirmisizlar. Men bak kirishganmidim, maqosidning hamda faqat o'qiyamaydigan o'xshayman deb qolmasin deb. Hamda ma'valliqi faqatla naiti asta buluduchu bu. Biroqlam kim hamda o undaq danglıq şəxslərdək onda oxu ketişdə birlik etəndə onda mümkün emas. Biz deganning 5 yaşımda tartib təcvidni men 5 yaşımda oxugan, 5 yaşımda. Mening təcvid qızım eğiz chiqqan deysin bo'ladi. Meni o dadam meni təcvid bilan bir narsani asosan Qur'onning hammasini təcvid bilan o'rgatgan. Mening o darajada meni dadam bak mujavvid təcvidlik ustoz bo'lg'ashqa shunga bak kichik vaqtimdan tartib təcvid bak mükemmel üretken binemdi. Şu alemi kelipma Kur'an'ınki hakkında halkaralık qarilik diplomunu aldık. Mescid Nebevi'nin müderrislik diplomunu aldık. Resulullah Aleyhisselam tutuştuğun senedlerini aldık. Bu neymi o degende? Tecvid cihazı mükemmel bu kadar Araplar yapmaydı. Yargılı olmaydı. O tecvid degen o bunda bir neçe günün içinde, bir neçe ayın içinde mükemmel olup ketemaydı. Nima uchun deganda sizlarning tilinglar kunib ketgan bo'lg'achqa tezkoroq to'xtaydi endi. Biz kichik vaqtimizdan tortib u tajvid bizniki shu aynan shu tajvidniki biz arabniki ichidek bo'lishda asosan kichik vaqtimizniki tilimiz yumshoq vaqtida dadamizning qattiq ching tutishi bilan tajvidni bak mukammal o'rgatishi bilan Allohning yordami bilan endi bo'lgan bu aqosirga darhol tez kelganda ko'p qolmasin deb shunga bak kuchab bak qattiq besim qilmadim endi asta bo'ladi deb inshaalloh asosan xato bo'lmagandan keyin yaxshi o'qiy olgandan keyin aqosirni man o'qib keta oladi ekan Qur'onning narini assa shu damdek o'qib keta oladi ekan deb umidim bor inshaalloh. Anikin ustoz mana shu falaqa bilan nasniki har bir oyatlarniki ma'nilarini tushuntirib qo'ysa bo'pti ekan bizdan. Qul a'udhu bi robbil falaq, qul a'udhu bi robbin nasniki tafsirisi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udhu bi robbil falaq. Desle ya Rasululloh, falaqning parvardigori bilan panoh tilayman. Ya'ni falaq degan tangning yo'ritqichi, ya'ni tangning parvardigori. Falaq degan bir narsaniki bundaq yo'rg'an, atiganlik saharlikning yo'rg'an narsani falaq deyman. Tang yo'rishninki Robbi, ya'ni tangni yo'ritadigan shu Robb bilan panoh tilayman. Tangning parvardigori bilan panoh tilayman deganlik shu tang yo'rg'uchi tangning parvardigori bilan panoh tilayman deslar. Nima deyin desa, min sharri ma xalaq. Ya'ni yaratgan narsaning yomonligidan. Alloh yaratgan narsaningki eng yomonlari va yomonlari jinlardan bo'lsin, mayli insonlardan bo'lsin. Shu Alloh yaratgan narsaning mahluqotlarining yomonligidan panoh tilayman deslar. Va yana va min sharri ghasiqin idza waqab. Kechining qorong'uligidan qachon qorong'ulik qoplab ketgan vaqtida, qorong'u qoplab ketgan vaqtidagi kechining qorong'uligidan panoh tilayman deslar dedi. Ya'ni va min sharri nafasat fil uqad. Yana shu pulguchi chigiklarga pulguchi sutkashligüchi jinkashlardan va insonlardan bo'lgan sutkashligüchininki sehrgarlarning yomonligidan panoh tilayman deslar. Va min sharri hasidin idza hasad. Ya'ni hasad qiluvchining yomonligidan qachoniki hasad qilgan vaqtda shu hasad qiluvchi hasad qilgan chog'dagi hasadlarning yomonligidan panoh tilayman deslar dedi. Ana sura Nas'nınki tefsirisi kelsak. Ya da ustoz gapimiz bo'lib o'tdi. Ya nasıl falaqning nimasi asos mazmuni yomonlardan, hasad qiluvchilardan, yana bir nima? Sutkashligüchi jinkash. Jinkashlardan ulardan panoh tilab tangning yaratquchidan Allohdan tilaymizga ma'noda shunami? Ha, yaratquchi bo'lgan tangni yo'ritquchi shu tangning parvardigori bo'lgan Alloh taologa sig'inib panoh tilayman degan bo'ldi.
Tamam. Hem de ikinci sure Kul a'udhu bi rabbin nas. Allah Teala ayette desle ya Resulullah insanların perverdigarı bilen pana tilayman desle deydi. Kul a'udhu bi rabbin nas yani kişilerinin perverdigarı bilen pana tilayman desle. Malikin nas kişilerinin padişahı olan Allah bilen pana tilayman desle. İlahin nas kişilerinin ilahi olan Allah bilen pana tilayman desle dedi. Hem de nemi deyin dese min şerril vesvas yani vesves kılgıçının yamanlığıdır. O kim o dese el-Hannas. Hannas degan bir cin olup vesves kılgıçı Hannas atlık şu cinlarının yamanlığıdır pana tilayman desle. O Hannas degan şu bu Hannas degan bu cin yoki şu vesves kılgıçı bu cin şundaq bir cinki deydi. Yuvasvisu fi sudurin nas. Kişilerinin dillariga vesves saladı. O onun bir xartumu bulup filning xartumidek xartumu var. Qachon inson Allohni zikr qilishdan g'aflatda qolsa, o qalbiga vesves salish tashlaydi deydi. Vesves sag'il boshlaydi. Qachon Allohni eslab turib olsa, o Hannas degan şu cin, şu şeytan o'zining xartumini tortib oladi, o vesves salamaydi deydi. Qachon Allohga sig'inib, buni panotilab, surpalaq, surnasni o'qib, Allohning zikri o'qib, buni turib olgan odamga, uning qalbiga o xartumini tashlamaydi, vesves qilishqa. O Hannas degan shundoq bir vesves qilg'uvchi shayton. Bu Hannas degan shaytonning bir turi ma'lumda. Ha, bir turi o. Hannas degan bir tumshug'i bak uzun. Rasululloh alayhisalom deb bergan bu tumshug'i uzun. Shundoq bir xartum bo'lib, uning tumshug'ini shu kishilarningki qalbiga tashlay oladi u. Vesves qiladi, davomli vesves qiladi. O Hannas otliq vesves qiluvchi shayton deydi. Kishilarning dillariga vesves qiladigan shayton dedi. Shundoq shaytonni panatlayman deslar va u jinlardan bo'lgan shaytonlardan panatlayman deslar va insonlardan bo'lgan shaytondan panatlayman deslar dedi. Endi jinlardan bo'lgan shayton u qachon biz Allohni yod etsak, u darhol qanday qiladi? Allohni yod etsak, u darhol yanıdı o. Allah'ın yad etkendiği için derhal kaytıdı o, yanıdı o. Allah'ın yad etsek o üzün tatıdı o, asla yokaydı o. Kalbimizde vesveselerim yokap gidiyordu. Ama en yamanı insanlardan boğan şeytan. Şu an ben nasıl en ahir keltirişi ve insanlardan boğan şeytandan panatlayman desler dedi. İnsanlardan boğan şeytan kası dese bu insanlar cinlarning vesvesidan jinlardan bo'lgan shaytondan yomon deydi. Nima deganda insonlar o'zi qandoq fosiq bo'lsa boshqalarni fosiq qiladi. O'zi kofir bo'lsa boshqalarni kofir qiladi. Ustoz nasıl Hannas deganimiz jindan bo'lgan shayton, Vannas degan odamdan bo'lgan shayton. Odamdan bo'lgan shayton. Shu Vannas degan eng oxir keltirishda Vannas degan shu odamdan bo'lgan shaytonni eng oxir keltirishi chunki eng xatarligi shu insonlar, ya'ni insonlar. Chunki sen deydi sen aroq ichmagan shunday bir yaxshi odam bo'lgan vaqtingda voy mani ichib baqa bir qatim ichib baqa deb zo'laverdi. Uni Allohdan qo'rqaman deb ming qatim deb baqsimi voy bo'ldi bir qatim ichgan gibi xudodan qo'rqmagan bo'lmaysa deb u qanday qiladi? U vasvas qilaverdi. U davirdi. Anadan keyin u zo'rlab yurib oxirida ichib o'tadi deydi. İnsandan bo'lgan shayton yoki ayol kishi uni qanday qilib ozdiryotdi yoki bir yer berib birga bo'lib ya zina qildirib ozdiradi. Ammo shayton bu insonlardan bo'lgan shayton Allohning panohtilisi bu qochmaydi. Ammo jinlardan bo'lgan shayton Allohni qachon yod etsa qochadi. Shunga insondan bo'lgan shayton bu jinlardan bo'lgan shaytondan yomon deb tafsirda shunday bayon qilindi bu. Shunga shu surani o'qib yotsa jinlardan bo'lgan va insonlardan bo'lgan shaytonlarning vasvasidan Alloh taolo saqlab qoldi deb bu surani bak ulug' sura bu. Alloh taolo shu ikki surani davomliq bizga hamroh qilib oxirgi hayotimizgacha kunda o'qib yetishga Alloh muyassar qilsin Allohim. Amin amin. Men mani bir WhatsAppga bir o'qib qo'yay ayrim holatda. Belki tekrar anlaştık faydası olurdu. Uxlashdan burun tekrar şunu faydası var deb qarayman. Ertaga 2 saat burunqidek 6dan 10da ko'rishimiz bunga yana. İnşallah. İnşallah. Men bir WhatsAppga o'qib qo'yay mani bir ayrim. Ammo har qaysilarining o'zlarining WhatsApp'imi ya biratal shu unalg'usig'imi bir telefonu unalg'usiga o'qib, yana qayta anglab, shundoq
tuzlasizlar, bak yaxshi bo'ladi, taxiymi? Bak yaxshi bo'ladi, shunga bak foydasi bor. Men bir WhatsApp'da bir o'qib, inshaalloh sizlarga avatib qo'yaman. Alloh hammalarni salomat qilsin. Atiyallikka qulunchilik inshaalloh. İnşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a emanet. Allah